Pulni yaratadigan kim sizni dunyoyingizda? Savol. Agar mabodo o'y-xayolingizda turmush o'rtog'im, dadam, oyim deydigan o'y-xayol bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'im ham yo'q. Ya'ni sizni dunyoyingizda faqat siz yaratasiz. Bu noto'g'ri tanlov. Ya'ni turmush o'rtog'idan pul kelib qolsa, mabodo ayollarimiz faqat turmush o'rtog'im menga pul bera oladi, usiz men hech kimman degan o'y-xayolga kirib qolishadi. Va bu juda noto'g'ri o'y-xayol. Ya'ni sizni dunyoyingizda demak pulni siz yaratasiz. Har bir inson o'zi yaratadi va o'zi yaratgani, ya'ni u siz yaratasiz sizni dunyoyingizda sizni qancha ongingiz doirasida, ya'ni ongingizga qancha pul sig'sa, shuncha pulni siz hayotingizga yarata olasiz. Va u pul turmush o'rtog'ingizdan keladimi, ishingizdan keladimi, ota-onangizdan keladimi, qanaqadir arendadan keladimi yoki boshqa joylardan, ukalaringizdan, singlingizdan, opangizdan farqi yo'q, qayerdan keladi. Lekin siz o'sha kelgan pulni qancha sizga keldi, shuncha pulni yaratdingiz. Agar siz hayotingizda kam pul yaratib turgan bo'lsangiz, demak sizda oylik kelib turgan hajmdagi pulingiz kam bo'ladigan bo'lsa, demak hali sizni ongi doirangiz undan yuqoriga chiqmadi. Demak siz nima qilishingiz kerak? Ongni kengaytirishingiz kerak bo'ladi. Ong kengaytirib, ya'ni pullarga kengroq ochilishingiz kerak bo'ladi. Hayotingizda siz pul yaratuvchisi bo'lganingizdan keyin endi siz pul energiyasi bilan sinxron bo'lishingiz uchun, ya'ni uyg'un bo'lishingiz uchun sizga doimiy pul kelishi uchun doimiy siz o'zingizni stresslardan, qanaqadir depressiya, xafa bo'ladigan holatlardan xoli qilib yurishingiz kerak. Ya'ni asrashingiz kerak, avaylashingiz kerak. Bitta millioner menga aytgandida, men degan bitta o'zim hamma joyda masalan samolyot olamanmi yoki birorta joyga boramanmi, harakat qilaman, bitta o'zim borib kelishga, atrofdagilarni ham joyini sotib olishga harakat qilaman. Chunki meni shunaqangi asablarim shunaqa qimmat turadiki, meni kimdir yonimda birga ketib asabimni qanaqadir buzadigan bo'lsa, u juda meni asabim qimmat turadi va men uni ehtiyotlashim kerak degan gapi bor edi. Men shuni eslab qolganman shu frazani. Nega unaqa? Chunki siz stresslarga kiraversiz, har kuni depressiyaga kiraversiz. Qo'shni sizga noto'g'ri gapirib qo'ysa ham xafa bo'lib qolaversiz. Qaynonangiz sizga nimadir deb qo'ysa ham xafa bo'lib qolaversiz. Qaynisinglingiz kelib, "Nega bunaqa o'tiribsizlar?" mabododa harakatlaringdir chang bo'lib qolibdi, uylaringni qayerdadir chang bo'lib qolibdi, shunaqa ham o'tirasizlarmi desa ham xafa bo'lib, stressga kirib, uni bir hafta, bir oylab o'ylasangiz yoki ishxonangizda kimdir qanaqadir o'sib ketsa, sizdan rivojlanib ketib qolsa, nima qilamiz? Uni ham 2 oylab o'ylab tezroq o'shandan o'tib ketishga harakat qilamizda. Ya'ni bunaqa narsalar mayda-chuyda shunaqa sizni asabingizga, sizni holatingizga ta'sir qiladigan, ongingizga ta'sir qiladigan vaziyatlar, demak sizdagi pulni bloklanishiga olib kelar ekan. Ya'ni sizni pul energiyasi bilan uyg'un bo'lmasligingizga olib keladi. Qachon siz uyg'un bo'lasiz? Qachonki siz har doim baxtli bo'lsangiz, har doim sevgi holatda tura olsangiz. Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, bu u insonning realligi. Meni realligimda faqat baxt bor, faqat xursandchilik bor. Xuddi mana ro'za tutamiz-ku, ro'za paytida qanaqa bo'ladi? Ya'ni biz ovqatdan tiyilamiz. Xuddi shunga o'xshab stresslardan, asabiylashishlardan, xafa bo'lishlardan tiyilish muhim bo'ladi, agar sizda doimiy pul bo'lishini xohlasangiz.